Bugun har doimgidan biroz farqli makiyaj bo'ladi. Qabulimga gollivudskiy makiyaj uchun yoqimtoygina qiz keldi. Analiz qilamiz. Yuz shakli oval, qoshlar tekis, burun shakli garmonichniy, ko'zning tashqi burchaklaridagi skladkalar ikki xil, pastki lablar yuqoriga nisbatan qalinroq. Qoshlarni agar mana bunday bo'yasak, mijozimni sottiga aylantirib qo'yaman. Shuning uchun yaxshisi butun qora qoshlarni shunchaki tarab qo'ysa yetarli. Umuman olganda gollivudskiy meykapda asosan urg'u ko'zga emas, lablarga beriladi, lekin biz ko'zlarni tashqi burchagiga ozgina ishlov beramiz. Bu makiyajda mana bunaqa uzun kipriklar ham yopishtirmayman. Agar sizga ham tabiiy, stoyki makiyaj xizmati kerak bo'lsa, kaminaga murojaat qiling. Ana endi natijani ko'ramiz. Can canımdan toydurur